Endi biz mushunda bir tehi tünügünimizdeki bo'lgan ish endi bu. Necha asr burun bo'lgan bir ish emas endi. Mushu zaman, yangi zaman tarixida bu xalq mushunda bir hayvatlik kunni boshdan kechirgan, mushunda tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarib, hattoki mushada tilga ilingan shu vaqtdagi maydonda marş o'qib turib kirgan askarlarninki so'zdirma mushada düşmanni qo'g'laymiz saddi chiniga shum izi qolmasin Uyg'ur yerida. Yoshsun, yoshnusun azat Türkistan, atlandık er ayal azatlık üçün. Bu marşlarning faqat birisi bu hamda. Yani bütün Xitoyni qo'g'lab chiqarish uchun mana bu shunday qon to'kib harakat qilgan askarlarimizning, mujohidlarimizning ruhi shod bo'lsin hamda. Hamda mushunda bir tünügün yaşadık. Bu milletne hem de bugünkü zamanımızda bizge qandaq bir uçur berişi gerek bu şu haletimiz. Bu Kur'an'ı okuvatkan vaxtida elbette yani qaytadan her qanda bir Uyg'urninki qiyni qızdırmay, yani şu minutlarni sığınmay, şunu meydanga olib kelish uchun harakat qilishga tirishish irodasi kuchlanmay qolmaydi hamda. Tünügün bo'lgan ish yani milletimiz ümitsizlanayotgan, mushunda Xitoy bek kuchlanib ketdi, u ketdi, bu ketdi deyotgan menda bir mezgilda buningga o'xshash ma'lumotlarniki, programmalarniki, sizlarning so'zlaringlarniki kuchi intayin yuqori. Shunga milletimizga beradigan uchurlarmi intayin ko'p bo'lishi kerak. Shu bu vaqtda bir og'iz gap qilsangiz, oxirida bugungi zamondagi askarlarimiz haqida bir gap qilamiz. Shunga tugaydi. Bu hamda shularninki shu ro'yini eslashning o'zi gapni qisqa xulosalasak, shularning ro'yini eslash, shu milliy armiya, Sharq Turkiston armiyasining qahramonliklarini, jangovarliklarini, shu kurash musobaqa o'qisak, shu kitoblarni o'qisak, bilsak shularni o'zimizga nihoyat zo'r, bugungi kunda Uyg'urlarning o'ziga zo'r bir ro'yi oziq ola oladi deb. Kitobni yozishlik maqsad shu ro'yi oziq olsin, bilsin, unutmasin, tushunsin deymiz. Meningcha shularning shu ro'yini o'qish kerak. Ammo bugungi kunda yangi avlodda u tarixni mutlaq ko'p qismi unutilib ketganlik hozir. U o'tmishni, u qahramonlarni, u shajara, u tarixlarni mutlaq ko'p qismi yoshlar bilmaydi, nurg'un odam o'rganmaydi. Shunday bir vaziyat shakllanyapti bugungi kunda. Buni endi o'zgartirish kerak. Shuni o'qish kerak, o'rganish kerak, bilish kerak. Shu vaqtlarda shularning ro'yi shaklandi. İkincisi özgün bir alalay. Tarix unutuldurilayotgan bugungi kunda, yo'q qilinayotgan bugungi kunda mana shu tarixni eslash, siz mush tashkillagan Milliy armiyaning 81-yilligi munosabati bilan shu o'tmishni eslash faoliyati nihoyat muhim bir ahamiyatga ega. Tarixni biz shu jihat, o'rganimiz shu jihatdan yozamiz. Xo'sh. Allah razı olsun.